Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar, qanday ahvolingiz, yaxshimi? Xabar kanalımıza hoş geldinglar. Bugun 7-oyning 24-kuni. Bugun Reuters agentligida portlatqush bir xabar e'lon qilinibdi. Amerika vaqti tunigun kechqurun Amerika soqchilari Tang Juanni qo'lga oldi. Tang Juan bugun San Fransisko sud mahkamasida paydo bo'ldi. Tang Juan degan kim o? Tang Juan degan San Fransiskoda turishliq Xitoy konsulxonasi ichiga qechib kirib olgan Xitoy davlatining Ozodlik armiya 4-armiya doktorxonasining oliy maktab harbiy doktori ekan. Tang Juanni Amerika FBI organi tutish buyrug'i chiqargandan keyin Tang Juan San Fransiskodagi Xitoy konsulxonasi ichiga qechib kirib olibdi. Qechib kirib olgandan keyin ko'pchilik endi Tang Juan Xitoy konsulxonasi ichida endi uzun vaqtgacha chiqmay yoshirinib turdi deb o'ylaydi ekan. Lekin Amerika hukumati jinoyatchi Tang Juanni yoshirib oldi degan bano bilan San Fransiskodagi Xitoy konsulxonasini ta'qib etishi mumkin ekan. Mushundaq vaziyat va farazlar yuz berayotgan mezgilda balkim San Fransiskoda turishliq Xitoy konsulxonasining taqilib ketishidan ansirab, gardini qo'g'dab qilish uchun peshkini yam qilib etish taktikasi bo'yicha San Fransiskodagi Xitoy konsulxonasi Tang Juanni Amerika FBI xodimlariga topshirib beribdi. Shuning bilan Amerika soqchi xodimlari bugun kech Tang Juanni qo'lga oldi. Bugun San Fransisko vaqti Tang Juan Amerika sud mahkamasida so'roqqa tortilibdi. San Fransiskodagi Xitoy konsulxonasi Tang Juanni topshirib berishdagi sabab texnik bir qancha kun oldida Houstondagi Xitoy konsulxonasining taqalgan voqeasidan keyin San Fransiskodagi Xitoy konsulxonasi o'zining taqilib qilishidan ansirab, sababi bir qancha kun oldida Amerika FBI organi tutish buyrug'i chiqargan Tang Juanni yushagan jinoyatini his qilib, konsulxonasining taqilib qilishidan ansirab, xuddi Xitoy kinolaridagi potayni portlatgan Donsoroyga o'xshatib, sen konsulxonasini qo'g'dab qilishing uchun o'zingni qurbon qilishing kerak, chunki sen harbiy degandek vazifalarni topshirib, hamda Xitoy konsulxonasi o'zini qo'g'dab qilish uchun bir peshkisini Amerika soqchi organlariga topshirib bergan. Ya'ni shuning bilan birga Houstondagi Xitoy konsulxonasi taqalgandan keyin Xitoy hukumati o'pil-to'pillam Xitoyning Chengdu shahrida turishliq Amerika konsulxonasini taqatqizibdi. Endi mushundaq vaziyatda Amerika hukumati San Fransiskodagi Xitoy konsulxonasini taqaydi deyotgan mushu mezgilda bu voqea yuz beribdi. Uning ustiga San Fransiskoda turishliq Xitoy konsulxonasi nurg'unlagan jasuslik harakatlari bilan shug'ullangan hamda Xitoyning birlik sap xizmatini Amerikada kengaytirish uchun vositalik nurg'unlagan xizmatlarni qilgan ekan. Endi bu Xitoy konsulxonasi bo'lsa, Amerika FBI organi tutish buyrug'i chiqargan Xitoyning harbiy oliy maktab harbiy doktorini yoshagan jinoyatini o'ziga otyapti. Bir jinoyatchini yoshagan konsulxona endi u o'zini butun dunyodami oqlayolmaydi ekan. Xitoy konsulxonasi bir harbiy doktorini qo'g'dab qilish kerakmi? Harbiy doktorini qo'g'dab qilishda Xitoy konsulxonasini taqash kerakmi? Yoki Xitoy konsulxonasini taqmay Amerika tutmoqchi bo'lgan harbiy doktorini topshirib berish kerakmi degandek tanlash masalasiga duch kelib, oxirida Xitoy konsulxonasini qo'g'dab o'zining harbiy doktorini qurbon qilib etgan. Buningdan biz nimani ko'ra olamiz deganda, Amerikaning besim bilan hozir Xitoy hukumati bag'ansir yumshab, taraf-taraflardan yili chiqib ketib bordi. Xitoy hukumati ko'rinishga Amerika bilan tang to'g'andek bir shaklni paydo qilayotgan bilan amaliyotda qanday qilganda Amerika bilan bir yaxshi bo'lib qilishning yo'lini izlab yetibdi. Amerika hukumati bo'lsa butun ittifoqdoshlarini harakatlantirib, Xitoy hukumatiga bo'lgan besimni bag'ansir kuchaytirib yetibdi. Bo'libmi Angliya davlati, Avstraliya davlati, Yangi Zelandiya davlati, Yaponiya davlati, Kanada davlati, Hindiston davlati qatorliq davlatlarning hammasini harakatlantirib, Xitoy hukumati bilan tutishadigan vaziyatga o'tdi. Tunugun Mike Pompeo apandimniki nutqisida butun dunyodagi ittifoqdosh davlatlarini harakatlantirib qolmay, Xitoy hukumatiga qarshi chet eldagi Xitoy kuchlarini harakatlantirib, hatto Xitoy davlat ichidagi o'z xalqini harakatlantirib, birlikda Xitoy hokimiyatining adibini berish safarbarligini harakatlantirayotgan bu vaziyatni ko'rgan Xitoy hokimiyati hozir cho'ng sarosimaga tushgan gap.
Endi Tangjuan nima ish qildi desak, u Amerikaga o'quvchilik salohiyati, ya'ni G1 vizasini iltimos qilib, o'zining 4-harbiy armiyasining oliy maktab harbiy doktorlik salohiyatini yushirib, men o'zim bo'lsa biologiyalik tadqiqot xodimi bo'laman. 20 dan ortiq ilmiy maqolalarni yozdim. Men maxsus rak kasallarini tadqiqot qiladigan, o'sma kasallarini tadqiqot qiladigan tadqiqot o'quvchi bo'laman degan salohiyat bilan Amerikaga kirgan. Uningdan keyin Kaliforniya oliy maktablariga kelib, o'qish tadqiqotini ilib borgan. Mana mushundaq mezgilda Amerika FBI organlari nurg'unlagan Xitoyning yolg'on salohiyat bilan kirgan gumonli odamlarni qo'lga ilayotgan mushundaq mezgilda fosh bo'lib 4 odamga tutish buyrug'i chiqargan. Hamda 3ni qo'lga olib bo'lgan. Qechib ketgan birisi bo'lsa, San Fransisko konsulxonasiga qechib kirib olgan harbiy salohiyatiga ega Tangjuan bo'ladi ekan. FBI dastlabda Tangjuan bilan so'zlashish, ko'rishish xabarini bergan vaqtida Tangjuan qechib ketgan. FBI xodimlari Tangjuanga munosabatlik materiallarni aniqlash va aqtirish orqali Tangjuanning salohiyati va rasmlarini qo'lga tushirgan. Amerika FBI organlari San Fransiskodagi Xitoy konsulxonasi bilan aloqalashish, ko'rishish, so'zlashish bosqichlarini ilib borgan. Agar Xitoy konsulxonasi Xitoy hukumati avatgan bu jasusni topshirib bermasa, u chaqda Amerika hukumati Xitoy konsulxonasini bo'g'izlaydigan. Mushundaq bir vaziyatni bilgan Xitoy konsulxonasi o'zini qo'g'dab qilish uchun, o'zi uchun jasuslik vazifasini ado qilgani kelgan xodimini topshirib bergan. Mana halqiliq paytda Xitoy konsulxonasi o'z uchun xizmat qiladigan jasusni setib etgan. O'z uchun xizmat qiladigan muhim xodimlarni Amerika hukumatiga topshirib bergan. Endi dunyoning har qaysi yerlarida Xitoy uchun xizmat qilayotgan va jasuslik qilayotgan xodimlarni cho'chitdi. Millionlagan 5,000 xodimlarni cho'chitdi. Qiziq yeri San Fransisko konsulxonasi bir marosim qilayotgan vaqtida marosimini tabriklash uchun kelgan bir Xitoy o'quvchi pojang atgan. Pojangni etib vazifasini tugatib bo'lgandan keyin Amerika saqchi xodimlari qo'lga olgan. Mana mushundaq vaqtida bu Xitoy o'quvchini ishga solgan Xitoy konsulxonasi kar bo'lmagan. Amerika hukumati Hostondagi Xitoy elchixonasini taqagandan keyin Xitoy hukumati paloq buluqlar aldirab Chengdudagi Amerika konsulxonasini taqatqizib etib, kaynidan darhol endi Amerika hukumati San Fransiskodagi Xitoy konsulxonasini taqaydigan bo'ldi degan andishga tushgan va shuning bilan birga qanday qilganda San Fransiskodagi Xitoy konsulxonasini qo'g'dab qilish uchun bir harbiy doktor xodimini taqdim qilib etgan. Bu vaziyat hozir Xitoy hukumati uchun bir qiziqarli tragediya bo'lgan. Endi bundan keyingi vaziyatning qanday taraqqiyot bo'ladiganligini diqqat qilib tursak bo'ladi. Bugungi yana bir yangi xabarimiz mushagicha davom qilib turdi. Hammanglarning qimmatli vaqti uchun ko'pdan ko'p rahmat.